Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Avgust oyi manimcha ko'pchilikni qiynab qo'ydi. O'zi shunaqangi oyki, ya'ni avgust oyida savdo qilish ozgina qiyinlashadi. Ya'ni marketda a, market holati low probability holatiga keladi. Hop, o'zi buni chartni o'zidan ham o'zundoq qarab bilib olsa bo'ladi. Masalan, keling, mana shu bitta aytib o'tib ketaylik. Bizada hozir ko'rib turganimiz bu indeks market, to'g'rimi? Indeks market har doim DXYga qarshi yurish kerak, ya'ni qarama-qarshi tarafga yurish kerak. Shuni ham o'zinglar uchun not qilib olsanglar foydali bo'ladi. Indeks market DXYga qaraganda обратный tarafga qarab yurish kerak. Ya'ni masalan DXY tepaga ketadigan bo'lsa, indeks market pastga qarab ketishi kerak. Bu narsa masalan o'z-o'zidan yevro poundga ham bog'liq. Yevro pound tepaga qarab yuradigan bo'lsa, indeks marketda ham xuddi shuni ko'rishimiz kerak. Aynan toch-v-toch, misol uchun high yasalish, low yasalish vaqtlari aynan bir xil bo'lmaydi, lekin yo'nalish bo'yicha bir xil yurish kerak. High probability market conditionda. Ko'radigan bo'lsak, masalan aytaylik, DXYga qaraymiz. Avgust oyida 4 soatli time frame'damiz. Avgust boshidan beri indeks market pastga qarab tushdi, to'g'rimi? Ya'ni DXYga ham qaraydigan bo'lsanglar, DXYda ham xuddi shunaqa tartibda ketyapti. Endi DXY tepaga qarab yurishni boshladi. Indeks market ham xuddi shunaqa tarafga qarab yurishni boshladi. Bu low probability market condition deydi. Bunaqa paytda riskni kamaytirib, kichkina cycle, kichkina time frame'larda savdo qilgan yaxshi. Mana boshqa paytda bo'ladigan bo'lsa, iyul oyida masalan narx tepaga qarab ketgan bo'lsa, DXYda narx pastga qarab tushgan. Tushunyapsizlar? Endi avgust oyiga qaraydigan bo'lsak, avgust oyida DXY pastga qarab tushgan bo'lsa, indeks market ham xuddi shunaqa yo'nalishda ketyapti. Kichkina time frame'ga o'tib qaraydigan bo'lsanglar ham почти bir xil yurgan. Masalan, indeks market ham DXY ham tepaga qarab ketyapti. Yevroni ko'rib ko'radigan bo'lsanglar, naborot, yevro pastga qarab tushyapti, lekin indeks market tepaga qarab ketyapti. Bu low probability. O'shaning uchun ham biza bu hafta davomida ham juda ko'p consolidationlarni ko'ryapmiz. Va bu o'z-o'zidan masalan aytaylik, avgust oyining oxirgi haftasi har doim 4-kvartal, ya'ni low probability bo'ladi. 4-hafta. Xo'p, sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan narsam bugungi price action haqida. Chorshanba kuni narx tepaga qarab ketganini ko'ryapmiz. Narx tepaga qarab ketganini ko'ryapmiz. Xo'p, bugunga kelib payshanba kuni o'tar kechasi gap bilan ochilib tepaga qarab yurishni boshladi. Bu yerda ko'pchilik bayga harakat qilib ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy savdo qilish juda ham nima deydi, riskni ko'paytirib yuboradi. Xo'p. Gapni cho'zmasdan kelaylik, bitta ko'rib chiqaylik. Bugungi, ya'ni payshanba kungi market holati qanaqa bo'lgan, qanaqa imkoniyat berdi bizga va bundan kvartal teoriyadan foydalanib turib qanaqa savdo qilsak bo'lardi. Hop, darsingni ko'rganlar bo'lsa, bugungi marketda o'xshagan bo'lishi kerak. Sababi bugungi marketda ikkita stage sequential ascendingni ko'rdik biz. Ikkita stage sequential ascendingni ko'rdik. Tak. Yozib ketaman, bir darslikni eslab olaylik. Two stage sequential ascending to'g'ri. Masalan, birinchisi aytaylik, weekly cycles sequential ascending bo'lsa, ikkinchi stagega niже daily cycle ascending ishlatishimiz kerak yoki 90 kunlik cycle sequential ascending ishlatamiz. Bu yerda makroni ishlatmaymiz. Tushunyapsizlar? Masalan aytaylik, daily cycle sequential ascending bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi
stage uchun 90 cycle sequential SMT yokida macro cycle sequential SMT ishlatamiz. Xuddi shunga o'xshab, o'sha darslarda aytilganligiga o'xshab, bugungi market holatida biz ikkita stage sequential SMT ko'rdik. Pastdagi indikator bizaga 4 cycle, ya'ni 4 daily cycle ko'rsatib beryapti. Birinchi Osiyo, London, New York PM. Endi ko'radigan bo'lsak, bizada anaqada Nasdaqda London sessiyasini New Yorkda ola olmasligi, lekin S&P ga qaraydigan bo'lsak, London sessiyasini New Yorkda olishini ko'ramiz. Bu sequential SMT to'g'ri. Bizda o'zi sequential SMT confirm bo'lish uchun har doim previous cycle low'dan pastga o'tib yopilishi kerak. To'g'rimi? Pastga o'tib yopilgandan keyingina sequential SMT deb ayta olamiz biz uni. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, masalan, qachonki sizda gap bo'ladigan bo'lsa, bu FVG bo'ladimi yokida gap bilan ochiladigan bo'lsa, sizda close kerakmiz. Bitta cycle sequential SMT o'zi ham yetib ortadi. Tak. Bir soatlik time frame o'tamiz va bugungi kunga kelib, ya'ni payshanba kuniga kelib narxi gap bilan ochilayotganini ko'ramiz. Narx tepaga chiqib, Osiyo va London sessiyasida ozgina consolidation tushib turdi va New York kelib turib, bizda manipulyatsiya bilan tepaga qarab yurishni boshladi. Xo'p. Bu yerda masalan sellga qaraydigan bo'lsak hech qanaqa yo'q edi. Holat unaqa bergani yo'q. Agar sell kutganlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda masalan o'zingiz uchun darslik qilib olsanglar bo'ladi. Birinchi o'chirtdi avgust oyini o'sha aytganimizdek low probability, bu yerda har doim risk ushlab, risk management ushlab, kichkina cycle savdo qilgan yaxshi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, texnik tarafdan shu bizda payshanba kuni gap bilan ochilishi va shu aynan shu gap ichida bizda daily cycle sequential SMT berib, narx tepaga qarab ketayotganidan foydalanib olsak bo'ladi. Xo'p. Endi qaranglar. O'sha aytganimdek, qachonki sizlarda agar FVG bo'ladigan bo'lsa, yoki gap bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bitta cycle sequential SMT o'zi yetadi. Kitobida shunaqa yozilgan. Bitta cycle sequential SMT ko'rdingizmi? Bor kirishga joy qidirsangiz bo'ladi. Lekin yo'q, masalan, aytaylik, ikkita stage confirm bergandan keyingina savdo kiraman desanglar, unda ikkinchi stage kutish kerak. Xo'p. 9:30 ochilgandan keyin narx pastga qarab tushdi. S&P'da London sessiyasini olishini ko'rdik va bullish bo'lib yopildi, to'g'rimi? Bu bullish bo'lib yopildi. Bullish bo'lib yopilgandan keyin masalan aytaylik bullish bo'lib yopilgandan keyin agar savdo kirganlar bo'lsa, bitta change in state of delivery bo'lgandan keyin masalan narx ochildi. Yurdi, pastga qarab tushganda mana IFPG deymizmi yoki order blockdan kirib turib stop botga qo'yish o'zi nima deydi, valid hisoblanadi, lekin aynan shu yerda ikkinchi stage bizga yordam keladi. Xo'p, ikkinchi stage bizga yordamga keladi. Bu yerda qanaqa stage bo'lgan? O'shalar haqida ham gapirishamiz. Bu o'ringa kelganda ham bitta narsani aytib o'tib ketishni xohlardim. Darslik sifatida eslab qolinglar. Masalan, aytaylik, bizda katta cycleda failure swing bor. To'g'rimi? Kichkina cyclega kelganda stop hunt ko'radigan bo'lsak, bu ham bitta high probability trade'ga kiradi.
Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan masalan daily cycle'da bizada NQda failure swing ko'ramiz. Sababi Londonni lovini olgani yo'q. Bu failure swing. Kichkina cycle'da bo'ladigan bo'lsa stop hunt, ya'ni lovni yechib turib, keyin tepaga qarab ketyapti. Regal turtle soup mana shu deb aytiladi. Tak. Endi bizada katta cycle uchun bizada first stage bu daily cycle bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi stage uchun biza micro cycle'da ishlatdik. Ko'rib turibmiz bizada Londonni, New York sessiyasi 3 kvartalga kelgandan keyin bu yerda bizada 90 kunlik cycle yo'q. Sababi 3-kvartal, ikkinchi kvartalda 3 parada ham yechib bo'lgan. Ko'pchilik o'ylaydi, aytaylik, ikkita stage ishlatishda, masalan, daily cycle ko'rdikmi, albatta 90 kunlik ko'rishimiz kerak deb o'ylaydi. 90 kunlik ko'rishimiz kerak deb o'ylaydi yoki weekly cycle ko'rdik, daily cycle ko'rishimiz kerak deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Xuddi aytganimdek, masalan aytaylik, daily cycle'ni 90 kunlik ko'rishim kerak deb bu yerda kutib qolish уже xato. Kutib qolish xato. Sababi уже 3-kvartal boshlangandan keyin hammasida ikkinchi kvartalga yechib bo'lgan. Bu 90 kunlik ko'rish xato. Ko'rish mumkin, bir xillarda bo'ladi, ya'ni 3-kvartal, 4-kvartal yechib turib keyin ketadi. Lekin уже u yog'i, o'ndan u yog'i nima deydi, уже PM sessionga o'tib ketadi. Ya'ni consultationga tushib qolamiz. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, biza ikkinchi stage uchun microcycle ishlatdik. Microcycle'da ikkinchi kvartal va 3-kvartal orasida sequential SMT ko'rdik. Bu sequential SMT bizani daily cycle sequential SMT bizani confirmed berdi, ya'ni ikkinchi stage yaratildi. Ana shundan keyin change the state of delivery. Now shu tepaga qarab yurish boshladi. Kanalga tashlangan trade ham aynan примерно mana shularda ochilgan. Stop o'tdi. Так. Примерно mana kim chiqib ketadigan holat. Ya'ni bugungi trade aytdim. Bugungi trade'da qanaqa savdo qilingan, nimaga ahamiyat berilgan, aynan shu yerda. Men bu yerda xato qildim, ya'ni 9:30 ochilgandan keyin 9:30 ochilib S&P pastga tashlab London lovini olgandan keyin men kirishga harakat qildim kichkina risk bilan, lekin stopimni yechgandan keyin bu yerda microcycle borligini ko'rib, kichkina time frame, ya'ni 1 minutlik time frame, microcycle time frame'ida aynan shu confirm bo'lgandan keyin narx tepaga qarab yurishni boshlagandan keyin kirdim. Savdoga qo'shildim tepaga qarab yurishga. Bugungi market aynan shu holat bilan, ya'ni low of the day sequential SMT bo'lib bizga formatsiyaga kirdi. Aynan mana shu ikkita stagedan foydalangan holda. Bu yerda qaranglar, stage deganda o'zi faqatgina sequential SMTdan foydalanish emas. Stage bu sizlarga confirmation, masalan aytaylik, narxi tepaga qarab yurishni ko'ryapsizlarmi? Stage'lar faqatgina sequential SMTdan iborat bo'lmaydi. Birinchi stagega masalan o'zinglar, bu endi traderlar o'zini ya'ni backtestdan kelib chiqqan holatda o'zini strategiyasini, ya'ni planlaridan kelib chiqqan holatda qiladi. Masalan, bir xili bor faqat FVG'ni birinchi stagega qo'yadi. Shunisi bir xili bor gap birinchi stagega qo'yadi.
bir xili bor, faqat PSPni pastligida ketma-ketlikda olib ketaveradi. Tushunasizlar? Lekin eng glavniylari mana shu ikkita stage sequential SMT kurslari bo'ladi. Bu additionally sizlarga masalan gap bo'lishi mumkin, FVG bo'lishi mumkin, PSP bo'lishi mumkin, intermediate sequential SMT bo'lishi mumkin. Ya'ni stagelari masalan eng muhimi shularni ko'rdinglarmi, ikkita stagelar bormi? Additional ya'ni qo'shimcha ravishda sizlar gapdan FVG, PSP, intermediate sequential SMTlardan foydalansanglar bo'ladi. Tushunasizlar? Va albatta true openni esdan chiqarmanglar. Naq shu opendan shudagi opendan pastda bu bizga discount sequential SMT ko'rdik. 930 juda ham chiroyli manipulyatsiya bo'lib berdi va narx dash tepaga qilib yurishni boshladi. Consolidation yana payshanba kuni consolidationdan iborat bo'lib o'tdi market. Bu albatta o'sha haftani oxiri buyog'iga xudo xohlasa keyingi haftadan o'sha sentyabrga o'tganimizda narx yana ham qimmatlashadi xudo xohlasa. Ana o'shandan keyin yana kattaroq time frame'da ushlashni boshlasa bo'ladi. Sequential SMTdan foydalanish, ya'ni quarterly teoriyadan foydalanish albatta faqatgina kichkina cycle uchun emas, masalan, ya'ni day trading uchun emas, katta cycleda ham ushlab, masalan, kimdir ishi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, chartga yaxshi qara olmasligi mumkin, ko'proq e'tibor bera olmasligi mumkin. Masalan, weekly cycleda sequential SMT ko'rsanglar, hafta davomida ushlashinglar bo'ladi. Yoki monthly cycleda sequential SMT ko'rib turib, kichkina cycleda kirib olsanglar, dashi o'sha haftalama mobaynida ushlashanglar bo'ladi. Treytda. Tushunasizlar? Xo'p. Qaranglar, mana shu narsa shu gap bo'lib ochilishi bizda xuddi mana bu holatda eslatadi. Avgust boshida ham gap bo'lib ochilgan narx. Aynan shu gap ichiga kelib turgandan keyin bizda daily cycle sequential SMTni ko'rdik. Aynan shu daily cycle sequential SMTdan keyin narx tepaga qarab yurishni boshlagan. Kanalga tashib aynan shu yerda olingan trade'da ya'ni FVG ni ichida, gap ichida sequential SMTdan foydalanib kirilishi. Va bugun ham shu aynan shu gap ichida sequential SMT holatini ko'rib turibmiz. Va ikkita stage bilan albatta. Bu yerda nimaga aynan bu yerda chiqib ketilgani? Previous cycle high'da уже chiqib ketadigan joy уже PM session. Albatta keyingisi ham payshanba kuni, jumaga o'tar kun va haftaning oxiri avgust oyi. Уже unaqa katta long ushlash shart emas. Ya'ni daily cycleda ushlab oldinglarmi? Bitta ikkita cycle ushlashinglar bo'ladi. Ya'ni New Yorkda kirsanglar, New York AM sessiondan New York AM session o'tkazib, masalan, PM sessionlarda chiqib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni kunlab ushlash xato. Daily cycleda kirdinglarmi? Aynan o'sha kunning o'zida chiqib ketgan ma'qul. Yokida weekly cycleda ushladinglarmi? Keyingi 1-2 kun holatga qarab ushlasa bo'ladi. Hop, o'rtoqlar, bugungi aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni price action review, ikkita stage sequential SMT, daily cycle va micro cycle aynan shulardan iborat edi. O'zingiz uchun backtest qilinglar har doim, ikkita stage sequential SMT ko'rsanglar, aynan o'shandan foydalangan holatda qanaqa savdo qilish mumkin edi, nimaga e'tibor berish kerak, hammasini o'zingiz uchun note qilib yozib yursanglar ancha foydali bo'ladi va o'rganishinglar ham shunga yarasha tezroq bo'ladi. Bitta stage sequential SMTdan foydalanish xato, qachonki sizda FVG yokida gap bo'lmasa. Tushunasizlar? Har doim ikkita stage sequential SMTdan foydalaninglar va mana bu narsani unutmanglar. Ya'ni birinchi stage sequential SMT ko'rgandan keyin ikkinchi stage uchun nechta cycle ishlatish kerakligi, ikkita ketma-ket keladigan cyclegacha
ya'ni limiti. Undan uyog'i mumkin emas. Tushundingizmi? Ho'p, o'ylaymanki foydali bo'ldi. Bugungi marketdan qanaqa foydalanish kerak bo'lganligi to'g'risida ozgina qisqacha o'zim fikrim, o'zim aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi o'rtoqlar. Savoli bo'ladigan bo'lsa, botdan yozsanglar Telegramda, Xudo xohlasa harakat qilaman. Like, komment va share qilishni unutmanglar. Xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha o'rtoqlar, joningiz sog' bo'lsin.